2026-yil avgust oylariga umra safariga borishni rejalashtiryapsizmi, lekin ishonarli tur firmalarini topa olmayapsizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Alaykum assalom. Yaxshimisiz, ketishimiz, charchamayapsizmi? Keling, o'tiring. Nima xizmat ekan? Ha, videolar mayli endi. Bitta mikrofon bering. Endi umra safari bo'yicha o'zimni qiziqtirgan savollar bor, shularga javob bersangiz. Bo'ldi ukan, xudo xolasa. Keling, men joylashtirib beraymi? Xo'p. Bo'ldimi? Yaxshi kelib oldingizmi? Charchamasdan. Yaxshimisiz? Nima savollaringiz bor aka? Umra safari asosan hozirda umra safari necha kunlik bo'lyapti aka? Hop, hozirgi kunda umra safarimiz 14 kunlik umra safar bo'lyapti. 2 kecha 3 kunduz Madinada bo'lyapti, 11 kun Makka Mukarramada bo'lyapti. Xudo xolasa. Xo'p, keyingi asosiy qiziqtirgan savol mehmonxona mavzusi. Mehmonxonalarimiz necha kilometr? Xo'p, mehmonxonalarimiz 4 yulduzli mehmonxonalar Madinada markaziyada joylashgan 250-300 metr oraliq masofada bo'ladi mehmonxona. Makkada bo'lsa 800-900 metr oraliq masofada bo'ladi. Madinadagi mehmonxonamizda 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Umra safar davomida qanaqa sayohatlar bor? Xo'p, umra safar davomida Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlar ham bo'ladi. Undan tashqari, Qur'on kitob bosmaxonalariga ham 50 boshlar o'zlari olib borib kelishadi, lekin bitta tomoni bor ekan, haftada 2 kun ishlaydi. Qur'on kitob bosmaxonasi. O'sha ochiq bo'lgan paytda to'g'ri kelib qolsangiz, bu 50 boshlar o'zlari olib chiqishadi. Shu 50 boshlar haqida to'liqroq ma'lumot berib o'tsangiz, necha yillik tajribaga ega? Qarangda, shoshilmang. Makkada Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifalarga boriladi. Qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohati ham bor. Bularning barchasi 14 kun mobaynida tajribali, malakali 50 boshlar hamrohligida bo'ladi. Siz Farg'onadan yoki bo'lmasa Toshkentdanmi Prammoy reysda uchasiz, hech qanday peresadkasiz, to'xtovlar yo'q, samolyot almashtirish yo'q, Jiddaga borib qo'nasiz. Jiddaga borib qo'nganingizdan keyin Jiddadagi, Madinadagi, Makkadagi 50 boshlarimiz aeroportda sizni kutib olishadi. Aeroportda kutib olib 14 kun mobaynida sizga o'rgatishadi qanday ibodat qilish kerakligini va qayerlarga olib borishlarini hamma yo'g'ini ko'rsatib turib, oxirida yana aeroportga kuzatib qo'yishadi 50 boshlar o'zi. Undan tashqari Makkadagi gastitsamiz bilan haramni oraliq masofasi 800-900 metr chiqadi xolos. Avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan. Agar qiynalib qoladigan bo'lsa, avtobuslar 24 soat yo'lga qo'yilgan. 24 soat avtobuslar yo'lga qo'yilgan va o'sha gastitsada qarang, aravachalar ham bor. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Centrum Holidays tomonidan yana nimalar qo'shimcha bonus sifatida sovg'a tariqasida beriladi? Centrum Holidays tomonidan sizga endi bu bitta sizga emas. Mana shu bizga aloqaga chiqqan barcha yurtdoshlarimizga Tojikiston, Qirg'iziston, chet ellarga ham bu videomiz tegishli. Mana bunday bejik beriladi, uka. Bu mehmonxona qayerda joylashgan va nomerlari kiritilgan bo'ladi. Aka borganingizdan keyin baribir 30 talik gruppa bo'ladi, 50 talik gruppa bo'ladi-da. 2 ta, 3 ta 50 bosh qaraydi. O'sha yo'qolib qolgan paytda mashindan topib olsa bo'ladi. Tushundingizmi? Endi mana bunday kanzilchalar sovg'a tariqasida beriladi, mana. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Ham mana bunday sumka beriladi. Bularga tapchkangizni, telefoningizni yoki bir kerakli narsalaringizni bemalol solib qo'ysangiz bo'ladi. Reys endi asosiy narsaga reyslarimiz qachon va qayerlardan amalga oshiriladi? Persadkalimi, persadkasizmi? Reyslarimiz har hafta bor. Haftaning har seshanbaga Toshkent Jidda yo'nalishli reysimiz bor. Haftaning har chorshanbaga Farg'ona Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Reyslarda hech qanaqa persadka yo'q. Battan Farg'onadan uchmoqchi bo'lsangiz, Farg'ona aeroportiga kelasiz. O'zim kuzatib boraman, xudo xolasa. To'g'ri samolyot borib Jiddaga qo'nadi. Jiddadan bizni 50 boshlarimiz kutib olib Madinaga olib ketadi. Hammani qiziqtirgan savol, narxlar qanchadan va ko'pchillashib kelsa, narxlarda chegirma bo'ladimi? Xo'p, chegirmalar qilib beramiz, xudo xolasa. Hozirgi kunda Toshkent Jidda yo'nalishi reysimizning narxini $1050 belgilaganmiz. Farg'ona Jidda yo'nalishli reysimizning narxini esa $1075 belgilaganmiz. Agarda bizga YouTubedan ko'rib chiqyapmiz desa yoki bo'lmasam 7 kishidan oshiqroq bo'lsa, biz chegirmalar qilib beramiz, xudo xolasa. Gapimiz gap. Keyin shu bahonada aytib o'tib ketay, hurmatli bizni kuzatuvchi YouTube a'zolari,
bizga qo'ng'iroqlar bo'lyapti. Hozirgi kunda reyslarimiz seshanba, chorshanba bo'ladigan bo'lsa, bir kun qolganda telefon qilyapsizlar. Sizlardan iltimos 3 kun, 2 kun oldin telefon qilinglar. Bizning reyslarimiz to'lib qolyapti va joy topib bera olmay qolyapmiz azizlar. Bizga 2 kun, 3 kun oldin telefon qilsalaring juda ham yaxshi bo'lardi. Albatta joylarda topib berishga ulguramiz, xudo xolasa. Hozirgi kunda lekin joy topib bera olmay qolyapmiz azizlar. Hop, biz bilan bog'lanadigan bo'lsa, ukam, misol uzoqroqda bo'lsa, bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqsin, bizga Zagram pasportlarini tashlashsa, biz Centrum rasmiy shot raqamlarini tashlaymiz, o'zlariga yaqin qulay bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin. Agarda ofisimizga keladigan bo'lsa, ofisimiz Marg'ilonda, O'ramda joylashgan 235-A uy, bemalol kelib, Centrum rasmiy kassalariga to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin. Albatta, Zagram pasporti esdan chiqmagan holda, agar ofisimizga kelayotgan bo'lsangiz, mana shu yerda xudo xolasa o'zim kutib olaman. Bizda qo'ng'iroq qilib kelaverasiz, hurmatli yurtdoshlar. Javob berganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salomat bo'ling, ukam.